Mana Muhammad Alini Jahon bozorida joyiga ham kelib olgan. Muhammad Ali nima qilyapsiz? Assalomu alaykum, Diyorbek aka. Mahallada bitta bo'lsin, qo'shnilarim kuyib olsin degan obunachilaringizga zo'r narxda oshxona mebelimiz bor. Qani nech pulaga endi bu? Qarang, to'xtang. Puli bas birinchi. Pulni aytsa qochib ketib qolishadi. Birinchi qarang, materialni ayting. Qanaqa kraskaligini ayting. Garantiyalarini bormi? Bormi garantiya? Garantiyalari bor. Ustalish litsenziyasini o'ziga 10 yil garantiya beramiz, xudo xolasa. Chiroyli qilib beramiz. Orqalari ham granit bo'lgan, korpuslari 100% MDF, korpuslari ham, fasadlari ham hamma yo'llari MDF. Hamma yo'llari MDF. Qaranglar, mana shu granitni usta chaqirib qildiraman deydigan bo'lsangiz, boring 3 metrlik joy bo'lsa 1 million so'm xizmat haqi mahsulot bilan olishadi. Lekin Muhammad Ali aytayaptiki, mashina deyapti, granitni kafelni o'rniga men shu mebelni ichida olib borib o'rnatib beraman dedilar, to'g'rimi? Albatta. Adashganim yo'q. Bitta bu tomonni eshik ruchkalari qanaqa, buni kraskasi qanaqa? Ruchkalari tozasidan, mexanizmlari ham yaxshisidan, korpuslari ham MDF bo'ladi. Hamma tortmalari yaxshi kraskalardan sachilgan. Xudo xolasa kraskalari ham yaxshisidan. 5 metrga 270 deysiz, adashmasam. 5 metrga 270. Tandem mexanizmlari ham xudo xolasa men 70 kilo bo'lsam ko'taradi mana. Yo'q, bu unaqa tushib ketmas ekan-a? Yo'q, tushib ketmaydi. Xudo xolasa hammasi shunaqa. Endi bunga 70 kilo yuk joylashmaydi-yu, balki pishiq ustaligini mana o'zlari chiqib ham ko'rsatyaptilar, ko'ryapsizlar. Qani, eng arzoni sizda nech puldan bor? Yana bitta so'rab qo'yaveraylik. Eng arzoni aka, xudo xolasa 1 million 800 ming so'mdan chiqadi pagonni metri. 1 million 800 ming so'm. Uni u yog'iga ko'tarilib ketaveradi. Materialiga, mexanizmiga qarab. Endi bu go'zal oshxona mebelimiz 5 ga 270 ekan. Nech pulga o'rnatib berasiz? Tushib oladigan bo'lsa. Aka, sizning obunachilaringizga xudo xolasa 17 million so'mga olib borib o'rnatib beramiz. 17 million so'mga o'rnatib berasiz. Qo'ying. Narx qaranglar, agar qimmat bo'lsa ham, arzon bo'lsa ham fikrlarni qoldirib ketinglar. Yo o'zim like mashkacha ko'rgan o'zingiz like bosib beradigan bo'lsangiz, men o'zingiz olmaydigan bo'lsangiz ham qaysidir oshxona mebel qidirayotgan tanishingizga yetib borib olishi mumkin. Muhammad Ali narxlari juda zo'r, haqiqatda qimmat ham emas, arzon emas, rosa o'rta narx. Xalq bor. Arzonlari ham bor, qimmatlari ham bor. O'sha video davomida ko'rdik. 2 million 100 mingga ham bor. Har xil turdagi oshxona mebel bor. Ya'ni aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, xoh qimmat bo'lsin, xohishingiz xoh arzon bo'lsa, hammasini bitkizib beradi, to'g'rimi? Xo'p, Muhammad Ali sizga katta rahmat, uka, sog' bo'ling. Mayli aka, charchamang. Assalomu alaykum. Yana bitta fayzli xonadonimizga yetib kelganmiz. Ko'rib turganlaringdek Muhammad Ali ukamiz Asakaga olib keldi. Hozir ko'rib turgan joylarga ham 7 metrga chiroyli qilib shunaqa oshxona mebelni qo'yib beribdi. Muhammad Ali birma-bir materiallarni hamda garantiyalarni eng oxirida pulini bitta gapirib berib o'tib ketasiz. Xo'p, bo'ladi. Aka, materiallari akrildan bo'lgan. Akrilni ham 6 seriyaga, 9 seriya qilib ishlangan. Xudo xolasa dizayn asosida bo'lgan, stalishnice to'rli bo'lgan, ichida dorilar bor, issiqqa, suvga chidamli bo'ladi. Xudo xolasa. Bemalol yuvib ishlatsa bo'ladi. Artib yuvib ishlatsa bo'ladi. Mo'kani oldini ham ko'rib turganlaringdek. Stilik qilib, xudo xolasa qilib berganmiz. Orqalari ham granit, yaxshisidan. Xo'p, bu ishimiz razmeri o'sha 7 metr joyga tayyor bo'lgan. Bu o'sha 7 metr, ha? Endi 7 metr qarang, bu xolodilnik turgan joygachami? Xolodilnik turgan joygacha 7 metr bo'lgan. Bu yerda oynali bo'lgan. Bu birorta narsa qo'ygani, suxoy xolodilnikka o'xshagan narsaga. Buni ham o'sha pulini ichida qilib berasizlar? Pulini ichida qilib beramiz, xudo xolasa. Aynalari adashmasam kalyonni bo'lsa kerak. Kalyonni ayni bo'lgan. Kalyonni ayni bo'ladi, ya'ni ancha-muncha sinmaydigandan bo'ladi. Polkalarni ham oynali qilib chiroyli dizaynda qilib berishgan ekan. Bundan tashqari uka bitta bonuslarni ham sanab bering. Men o'zim nechta bonus qilib bergansiz bunga? Bonuslari xudo xolasa 5 ta bor. Bir chekidan boshlaydigan bo'lsak, qoshiq nabori, bu yerda musul paqiri, 2 smisitili mo'ykasi, yaxshisidan, Trendtay mo'ykadan bo'lgan. 4 shulkalarini bonus qilib beramiz. Taxtakachi ham bonus qilib berasiz, 5. Taxtakachi ham bonus. Mana sizlarga 5 ta bonusli oshxona mebeli ko'rib turganlaringizni o'zingizlar ham baho beraverasizlar. Kommentariyada o'zlaringiz fikrlarini qoldirib ketsalar ham bo'laveradi. Endi qarang, buni nech puldan qilib bergansiz? Aka, buni pagonni metri 2 million 400 ming so'mdan chiqadi. Xudo xolasa dastavka xizmatlari ham bor. Bu high-tech variantda tagidan ochiladi. Bez ruchka. Ya'ni minimalizatsiya qilingan. Bunda ruchka-puchka e'tibor berayotgan bo'lsalar yo'q. Chichadan past tomonni chiqarib berishgan bo'ladi. Bemalol qo'lni qo'yib tortsangiz hamda vakuumli bo'ladi, ya'ni qo'lni siqmaydigandan bo'ladi. 2 million 400 mingdan pagona metrini qilib bergansiz. Xo'p, bunda o'shunda общий nech pulga tushdi mebelimiz? Общий 16 million so'mga tushgan. Mashalloh. 16 million so'mga arziydimi, yo'qmi? O'z fikrlaringizni qoldirasizlar, akalar, sog' bo'linglar.